18 yoshli qizcha turmushga chiqqan, befarzand, bachadoni kichkina ayol aytayaptilarki, qizim hali hayz ko'rmagan ekan. Qanday qilib 18 yoshga kirgan qiz hali hayz ko'rmaganini ona bilmasligi mumkin? 20 talab duxo va ko'rpachalar qildingizmi? Ha, qildim. Qimmatbaho mebellar oldingizmi? Ha, oldim. Qimmatbaho brilliantlar, ko'ylaklar, kiyimlar oldingizmi? Ha, oldim. Nima uchun siz qizingizni sog'ligi haqida tekshirmadingiz hali? Motor opa, bugun qanaqa mavzuda gaplashamiz? Sut bezi saratoni haqida. Butun dunyoda 50% dan ortiq ayollar umri davomida mammolik ko'ruvdan o'tmagan. Sut bezi saratoni eng ko'p uchraydigan, ayollar uchun eng ko'p uchraydigan saraton deb oladigan bo'lsak, bu juda yomon ko'rsatkich. Ba'zan yaxshi, e'tiborli turmush o'rtoq ayolni ko'kragida bez paydo bo'lganini ayoldan-da birinchi sezadi va mammolog shifokor ko'ruviga olib keladi. Ko'krak bezi saratoni uzoq muddat og'riq bermasligi, belgilarini kech ko'rsatishi sababli ayollarimiz saratonga befarq bo'lib qolishyapti oxirgi paytlarda. Shuning uchun ko'krak bezi saratoniga chalinmaslik uchun ayollarga muntazam yiliga 2 marta, 6 oyda 1 marta UZI tekshiruvi, eng xavfsiz bo'lgan diagnostika turini, 40 yoshdan o'tgan ayollar uchun esa mammografiya tekshiruvini tavsiya qilaman. Agar ko'kraklarda shish bo'lsa, og'riq bo'lsa, so'rg'ichlardan qonli, yiringli, turli xil rangdagi suyuqliklar kelsa va albatta shifokorga murojaat qilishlarini tavsiya qilaman. Va albatta hayzni 5-10 kunlari orasida ayol o'zini mustaqil tekshirishini tavsiya qilaman. Bunda oyna oldida hayzini 5-10 kunlari ayol ko'kraklarini paypastlab ko'rib, so'rg'ichlarini siqib ko'rib, soat strelkasi bo'ylab o'zini tekshirishini tavsiya qilaman. Bu sut bezi saratonini birlamchi bosqichida aniqlashda eng muhim tekshiruv, diagnostika hisoblanadi. Saratonni hamma tushunadi, bilyapti, lekin buni keltirib chiqaradigan sabablar, omillari qanaqa bo'ladi? Sut bezi saratonini keltirib chiqaradigan omillar hammasi bo'lib, gormonal buzilishlarga kelib taqaladi. Gormonal buzilishlarni aniq faktlar bilan bugun sizlarga tushuntirib beray. Patsientim keladi, 18 yoshli qizcha, turmushga chiqqan, befarzand, 1 yildan o'tyapti va UZIda tekshiruvda ko'rsam, qalqonsimon bezi kichkina, razmeridan bachadoni kichkina va tuxumdonlarda folikulalar ko'p va mayda. Buni multifolikulyar deb aytamiz. Befarzandlikni asosiy sabablaridan biri. Ayol turmushga chiqyapti, tug'mayapti va farzandli bo'lishni xohlaydi. Endokrinologga boradi, ginekologga boradi. Farzandli bo'lish uchun gormonlarni berishni boshlaymiz. Tuxumdonlarda folikulalarni o'stiramiz, yorishga harakat qilamiz. Qalqonsimon bez uchun gormonlar beramiz, yana yaxshi ishlashi uchun. Shunaqa piravardida gormonlarni buzib tashlaymiz. Yana bitta patsiyentkam keldi, 1 oydan keyin qizimni to'yi. Va ayol aytayaptilarki, qizim hali hayz ko'rmagan ekan. Qanday qilib 18 yoshga kirgan qiz hali hayz ko'rmaganini ona bilmasligi mumkin? Men savol berdim, to'y kuni belgilangan, hattoki ertaga turmushga bergandan keyin hayz faoliyati ko'rmagan ayolni farzandli bo'lishi o'zi amri mahol. Yana tekshiryapman, bachadonni kichkina, qalqonsimon bezi kichkina, multikistoz, ayol umuman hayz ko'rmagan. Savol berdim. 20 talab duxo va ko'rpachalar qildingizmi? Ha, qildim. Qimmatbaho mebellar oldingizmi? Ha, oldim. Qimmatbaho brilliantlar, ko'ylaklar, kiyimlar oldingizmi? Ha, oldim. Nima uchun siz qizingizni sog'ligi haqida tekshirmadingiz hali? Yoki
teatrga olib bormadingiz 13 yoshida. Odatda 13-12 yosh, o'rtacha 14 yoshdan ayol hayz ko'rish kerak, ya'ni qiz bola. Va bu qiz gormonal faoliyati yaxshiligidan kelib chiqadi. Nimaga men saraton savol berdingiz? Uzoqdan kelyapman. Sababi gormonal buzilish ayollarda ko'p bo'ladi. O'sha o'rtacha 13 yoshdan qizni hayzi kelib gormonlar buziladi. Qiz turmushga chiqdi, erkaklik gormoni qo'shilib gormon buziladi. Homilador bo'ldi, progesteron, estrogenlar ko'payadi. Homiladorning 26-haftasida progesteron pikka chiqadi, gormon buziladi. Ayol tug'di, gormon buziladi. Ayol emizikli bo'ldi, sut beziga prolaktin gormoni keladi, yana gormon buziladi. Butun hayoti davomida ayollarda gormonal narusheniya bo'ladi. Shuning uchun ham ayollarda sut bezi saratoni ko'p uchraydi. Motor opa, bu sut bezi kasalligi haqida gaplashmoqmiz hozir. Bu kasallik asosan qizlarimizda turmushga chiqmasdan oldin ko'proq bo'ladimi yo turmushga chiqqandan keyin bu holat ko'proq bo'ladimi? Albatta, turmushga chiqqandan keyin, farzandli bo'lgandan keyin tez va palapartish tug'adigan ayollarda, kontraseptiv vositalardan uzoq va noto'g'ri foydalanadigan ayollarda va ba'zi ayollar abort bo'lishni yaxshi ko'rishadi, bilasizmi? Abort ko'p bo'ladigan ayollarda saraton ko'p uchraydi. Va kechki menopauza, ya'ni ayol o'sha 13 yoshida, 15 yoshida hayz ko'rmadi. Kech hayz ko'ryapti va eng ko'p stress oladigan ayollarda saraton ko'p uchraydi. Stressni endi bog'lab ketishim mumkin. Buyrak usti bezidan kortizol gormoni ishlab chiqariladi va stress olgan ayollarda bu gormon pikka chiqadi. Kortizol balandlagandan keyin ko'krak bezi prolaktin gormoni ham oshadi, estrogen, progesteronlar oshadi va gormonal muammolar kelib chiqadi. Asosan saratonni keltirib chiqaradigan omillardan yana bittasi qalqonsimon bez kasalliklari va genital va ekstragenital kasalliklar. Bu nima degani? Genital ya'ni adenomioz, mioma, tuxumdon kistalari kabi kasalliklarni vaqtida davolamasak, sut bezi saratoniga olib kelishi mumkin. Ko'p shifokorlarimiz bu saratonni kelib chiqishini ovqatlanishlardan kelib chiqadi deyiladi. Har xil pitaniyalardan. Bu haqida sizning fikringiz qanaqa? Bitta so'z bilan bularni kanserogenlar deb aytamiz. Ya'ni zararli bo'lgan ovqatlarni ko'p iste'mol qilish, kam harakatlilik, sport bilan muntazam shug'ullanmaslik, hammasi bitta kirib ketadi-da, bundan to'g'ri oladigan bo'lsak. Ota-onalarimiz istagancha fast food olib berishadi, lekin organizmga kerakli bo'lgan mikro, makro elementlarni yetarlicha qabul qildirishmaydi. Saratonga yoshlikdan kurashish kerak, saraton bo'lmaslik uchun. Bilasizmi, Mendeleyev davriy jadvalini hammamiz o'qiganmiz 7-sinfdan boshlab. Hozir 230 dan ortiq makro va mikro elementlar bor. Organizm shu elementlardan tarkib topgan. Ya'ni sochimiz oqsil, organizmimizning 70% suv, bundan tashqari muhim hamma biladigan temir, vitaminlar B, D, kaliy, magniy, kalsiy, rux, sink, hamma vitaminlarni organizmga yetarlicha to'yintirib qo'ysak, aslida kasallik kelib chiqmaydi. Bu oddiy arifmetika. Buni olimlar allaqachon isbotlab qo'yishgan. Qachonki organizmda muhim elementlar temir, oqsil, vitamin D, suv balansi yokida magniy, kalsiy balanslari tushib ketishni boshlasa, keyin immunitet pasayadi. Immunitet pasaygan har bir organizmga atrof muhitdagi xohlagan infeksiya yopishadi. Qoni kam ayolga viruslar keladi, bakteriyalar keladi, zamburug'lar keladi va bu zanjir, xuddi atrof muhit bilan bog'lanadigan zanjir, organizmda xohlagan kasallik, shu bilan birgalikda saraton ham kelib chiqadi. Demak,
yoshligidan bolalarimizga pediatr ko'riviga olib borish, profilaktika maqsadida onkolog ko'riviga olib borish, nimalarni yeyish kerak, qanday mahsulotlarni yeyish kerak emas degan savollarni va to'g'ri ovqatlanishni, sport bilan muntazam shug'ullanishni tavsiya qilaman va bunaqa tavsiya beruvchilar hozirgi kunda juda ham ko'p. Unga amal qilish eng muhimi. Muattar opa, ko'p insonlar orasida har xil miflar yuradi. Siz bunga qanaqa qaraysiz? Savollar berib ko'ring, aytaman. Saratondan biopsiya olinsa ko'payib ketadi? Mif. O'sadigan saraton biopsiya olinsa ham, kimiya quyilsa ham, nur terapiya, gormonoterapiya, xullas operatsiya qilinsa ham o'sadi. Ximiya olsa ham tez vafot etadi. Bu ham yolg'on. Agar organizmda qo'shimcha og'ir jigar yetishmovchiligi, buyrak yetishmovchiligi, yurak yetishmovchiligi kasalliklari bor insonlarga saraton qo'shilsa, bu ximiya oldi va ximiyadan o'tib qoldi. Ximiya olish kerak emas degan miflar yuradi, bu yolg'on. Qo'shimcha kasalliklaridan o'tib ketgan saratonga to'g'ri kelib qoladi. Yana bir ajoyib mif. Qiz bola yangi tug'ilganida so'rg'ichlarni siqib qo'yish kerak, ko'kraklari katta bo'lib ketmaydi, saraton bo'lmaydi deyshadi. Mif, yolg'on, qo'shilmayman. Saratondan tuzalish deyarli 0% ga teng. Ximiya olma, doktorlarga uchrama, undan tabibga bor. Mif, albatta, yolg'on. Bo'lib ham shifokorman. Hech qachon 5 ta diplomi bor professorlar, Amerikadagilar saratonni davolay olmasdan turgan bir paytda, albatta bu istisno tariqasida aytyapman, birinchi, ikkinchi bosqichli ko'krak bezi saratonini to'liq davolash imkoniyati bor hozir. 3-4 darajasini davolay olmagan shifokorlar qanday qilib tabib davolasin yokida qanday qilib gano davolasin? Mif. Shu joyda bitta qo'shimcha qilib ketishim mumkin. Yaqinda bitta 41 yoshli patsiyentkam keldilar. 4 kurs ximiya terapiyadan keyin tabibga ketganlar. Tabibdan keyin gano preparatini ichdilar. Ganochilar aytishibdi, saratonni yo'q qilib yuboramiz deyishibdi. Vaholanki ko'krak bezida bitta bo'lgan saraton ikkitaga aylangan. Qo'ltiq ostida ikkita. PET tekshiruviga jo'natdim. O'zim umumiy ultratovush tekshiruvida ko'rdim. Jigarda metastaz va PET tekshiruvi plus suyaklarda barcha suyaklarga metastaz, ya'ni saraton hujayrasi o'sib ketganligini guvohi bo'ldim. Hali 1 oy ham bo'lmadi bu patsiyentkam bilan ishlaganimizga va hozir palliativ, ya'ni yordam beruvchi ximiya preparatlarini qabul qilyaptilar patsiyentkamiz. Shuning uchun tabiblarga, turli xil bad dorilariga ishonmasliklarini tavsiya qilaman. Muattar opa, saratonni oldini olish uchun nima qilish kerak? Saratonni oldini olish uchun yuqoridagi hamma aytganlarimga amal qilish kerak albatta. Yevropaliklar, olimlar agar naslingizda ota-ona, amma-xola, tog'a-amaki onkologik kasalliklar uchrasa, yiliga bir marta antimarkerlar bor, ya'ni qondan saraton hujayrasi o'sishga moyil bo'lgan genlarni tekshirib turishingizni tavsiya qilishyapti. O'zbekistonda ham bor bu narsa. Ko'krak bezi saratoni uchun bir sabr, ya'ni breast cancer susceptibility gene 1 and 2 bor. Ko'krak bezi saratonini o'sishga moyil bo'lgan gen Toshkent shahrida qilinadi. Shu genga yilida bir marta tekshirib turishingizni tavsiya qilishyapti. Yokida har bir viloyat, har bir tumanda SA 125 bachadon, tuxumdonlarga javob beradi. Index Roma tuxumdonlarda saraton bor yo'qligini javob beradi. Ko'krak bezi saratoni uchun SA 15-3 antimarkerlarni tekshirib turishni tavsiya qilinyapti. Albatta sizda sut bezi saratoni bo'lishini kutishingiz kerak emas. Hozir tibbiyot juda ham rivojlanib ketgan. Shuning uchun naslida bo'lishi ham shart emas. Men hozir patsientlarimga aytaman, naslingda bo'lishini, saraton bo'lishini kutma. Qoningdan yiliga bir marta tekshirib tursang bo'ladi deb tavsiya qilaman.